Barchaga salom do'stlar, men sizlar bilan Kompotman va mening yangi videomga xush kelibsizlar. Bugun yana Ozodbek 15 bilan bugun o'sha maktab serialini olamiz. Umid qilamanki, like bosib obuna bo'lasizlar. Videoni oxirigacha ko'ringlar, qiziq bo'lishini, qani bo'lmasam ketdik. Ertalab bo'libdi-ku. Qani bo'lmasam sizlar bilan salomlashdim. Hammaga salom do'stlar. Mening ismim Kompot. Boya aytganimdek, mana hozir men ozgina non olishim kerak va maktab formalarini olib maktabga ketamiz. Qani maktab formalarini kiyib, mana hozir men Ozodbekning yoniga borib qaytaychi. Ertalabdan uxlayapti ham. Mana pastidami ekan bu? Yo'q, pastda yo'q. Ozodbek, turay! Turay, maktabga kech qolamiz. Ketdi. Tur. Kitob daftarlaringni ol. Kitob Daftaringni ol da maktabga yur. Tezlash. Bola domla kelyapti. mayli ketdi. Kitob daftaringni oldingmi? Ha. Nima bo'ray? Ketdi. Qani? Kim birinchi bor kim o'ynaysanmi? Qani, davay. Ketdik. Tak. Assalomu alaykum ustoz. Salom alaykum. Alaykum assalom. Nimaga kech qolyapsizlar? Tezroq o'tiringlar. Hoy Ozodbek, ruxsat so'ramasdan o'tirib. Men shu yerda o'tiraman bolalar. Bu birinchi partada o'tiraversin. Qani kitob daftarlaringni olib chiqaring. Kitob daftarim yo'q-ku, qolib ketibdi. Ustoz, kitob daftarim qolib ketibdi meni uyda. Qani darsdan chiq. Kitob daftaring bo'lmasa, kitob daftaring bo'lgan paytda kelasan. Nimaga o'zing qolib ketmading? Kitob daftaring qolib ketadi. Nimaga ustingdagi kiyim boshing, inventariyangdagi noring qolib ketmadi? O'zing qolib ketmading. Bo'pti ustoz. Hozir do'konga borib kitob daftar olib kelay. Ozodbek, sen o'qib turaver. Hozir men ham ikkinchi darsga kitob daftar olib kelman. Mana bu yerda konstavar do'kon ochilibdi. Hozir shundan men kitob daftar olay. Assalomu alaykum baratam. Va alaykum assalom. Nima kerak? Kitob kerak. Kitob, daftar, ruchka. Shu uchalasi bo'lsa sara bo'lardi. Bo'pti, bor menda. Sandiqni ol. Rahmat. Pulni kechga tashlab ketaman. Bo'pti. Tezda olib kel pulini, xo'pmi? Bo'pti, olib kelaman. Ana endi ustozdan gap eshitmayman. Yugurdik darsga. Tanaffus chalindi, Ozodbek ham o'qib o'tirgandi. Ustoz, mana keldim, kitob daftarimni olib keldim mana. Vazifalarni ishlab qo'yibman. Mana basharga o'tib yuboraman. Hoy, o'zingdan ketma, daftar ruchka olib kel. Bo'pti ustoz, hali bu nima degani yo'q-ku. Hoy Ozodbek, nimaga formangni kiymading? Ustoz, yog'il ketdi. Bor, tur, uyga bordan kiyib qayt. Mana bu kompot kiyib qaytdi-ku. Mana ko'rdinglarmi do'stlar, menda forma bor. Maktab forma. Hozir buni shu yerda o'qib daftarimni yozamiz. Ana hozir bugungi darsimiz nima? Bugun sanani qo'yaylik. Bugun 23.3.2026 kerak. Qani mavzu misol yechish. Hozir matematika ekan-a ustoz? Ha, matematika. Misol yechish. Keyin 2 plus 2 barobar shuni javobini yozib kelinglar.
Shu ham oson-ku. Mana 4 bo'ladi. Yana bitta bor. Ustoz. 3 plus 5 barobar 5. Shu ham savol bo'ldimi? Albatta 8 bo'ladi. to'xtab tur, yana bor. 2 ko'paygan 2 barobar shuni aniq topolmaysan. Ha bu ana 4 bo'ladi-ku. Bo'pti, mayli, senga 5. Bor, uyingga ketaver. Ozodbek, misollarni yesh. Bo'lmasa uyingga ketmaysan. Ishtoning yo'qmidi? Ahmoq ishtonim kiymay ketdi. Bo'pti, men uyimga ketdim. Zal besh koydimi? 5 oldim bugun darsda. Ozodbek 2 olgandir. Ozodbek 2 oldingmi darsda? Maktabdaman hali. Sen 5 ola olmaysan. Akang qarag'aydi. Yozib. Men 5 oldim. What? 5 oldingmi? Qani ko'rsatchi. Qani kitobingni ko'rsat. Mana. Wow, 5 olibdi. Bu yoqqa kelchi. Do'stlar, barchaga xayr. Shu yerda video tugaydi. Keyingi video 20 like'dan keyin chiqadi. Barchangizga xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hamma